yurtimizda tadbirkorlar uchun juda katta keng imkoniyatlar yaratilyapti. Bilasizmi, mana shu tadbirkorlarda bir vakili sifatida men ham imkoniyatlardan foydalandim. O'sha faoliyat turimi, demak, 4 ta 5 ta yo'nalishda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirib, ayollar salomatlik markazi ishlab chiqarishlarni yo'lga qo'ydik. Demak, aynan bugungi tadbirkorlar bilan bo'lgan ochiq muloqot ham biz hayajon bilan kutdik buni. Chunki har gal aynan yurtboshimiz tomonidan tadbirkorlarga ana shu imtiyozlar, preferensiyalar beriladi va bugungi mana shu tadbirkorlarni bir o'sha yechimini kutayotgan muammolarini, tadbirkorlarning dardini bilgan holda muhtaram yurtboshimiz tomonidan ana shu eksport sohasi bo'ladimi yoki davlat aktivlaridan xaridlarni amalga oshirishgacha, hattoki ularni o'sha arxitektura rejalashtirish topshirig'i bilan tayyorlangan holda, demak, tadbirkorga taqdim etish to'g'risida umuman biz kutgan va kutmagan juda zo'r yangiliklar bilan bizni juda ham xursand qildilar. Muloqot doirasida biz tadbirkorlar bilan mana shu 2 kunlik muloqotlarimizda yangi bir kerak bo'lsa loyihalar, yangi g'oyalarni oldimizga maqsad qildik. Bugun prezidentimiz ishtiroklarida o'tkazilgan tadbirkorlar bilan ochiq muloqot mamlakatimizda xususiy sektorni qo'llab-quvvatlash va ishbilarmonlik muhitini yanada yaxshilash borasidagi islohotlarning yangi bosqichini belgilab berdi. Xususan bugungi ochiq muloqotda prezidentimiz tomonidan tadbirkorlik uchun barqaror o'sishni ta'minlash, hududlarda biznes imkoniyatlarini kengaytirish, sun'iy intellekt boshqaruv samaradorligi, yangi investitsiyalar ekotizimini shakllantirish, eksport salohiyatini oshirish va milliy brendlarni tashqi bozorlarga olib chiqish, shuningdek biznesga ma'muriy bosimni keskin kamaytirish bo'yicha aniq vazifalarni belgilab berdilar. Xususan eksport salohiyatini oshirish va milliy brendlarni tashqi bozorlarga olib chiqish bo'yicha ilgari surilgan tashabbus bu tadbirkorlarimizga juda keng imkoniyatlarni va eshiklarni ochib berdi. Xususan yaratilgan eksport navigator tizimi bu tadbirkorlarimizga chet elda qaysi davlatga chiqishi, mahsulotini qaysi bozorlarga olib chiqishi, qanaqa tannarxni qaysi darajada ushlab turishi, ularni sertifikatsiyasini qanday qo'lga kiritishi bo'yicha aniq bir platforma bo'lib xizmat qiladi. Undan tashqari banklarimiz tomonidan juda keng moliyaviy instrumentlar joriy etilishi bo'yicha aytib o'tildi. Undan tashqari eksportni qo'llab-quvvatlash bo'yicha 1 milliard dollar qo'shimcha mablag' ajratilishi va keyinchalik yetmasa yana ajratilishi bo'yicha hurmatli prezidentimiz aniq ko'rsatmalarni berdi. Undan tashqari diplomatlar tadbirkorlarni elchisiga aylanadi deb topshiriq berdilar. Bu degani har bir eksportyorimiz yonida diplomatimiz turib, unga o'sha dunyoni bozorini eshiklarini ochib berishda, ya'ni o'zining mahsulotini o'tkazishda amaliy yordam beradi. Bunga ochiq muloqotda ilgari surilgan tashabbuslar hamda davlat rahbarimizning yaratib bergan imkoniyatlari bizni buxorolik tadbirkorlarni ham biznesini yanada kengaytirishga va iqtisodiyotimiz rivojlanishiga o'z hissasini kattagina qo'shishiga ishonamiz.